Mümkün tabii. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bugün 2021 yılı 1. ayının 1. günü Ulug Cuma günde Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki mübarek Medine şehrinden Salmanul Farisi raziyallahu anhu'niki beği boğan ve Peygamber aleyhissalatu vesselam mübarek muşu bağda öz küçetlerini özü tikken ve muş kuduklarda özü Peygamber aleyhissalatu vesselam taharet ağam mübarek muş kuduklarını. Yani Peygamber izleri namlık bu programını müşahede nehmeden taht için keldik. Qarındaşlarımızınki köprek behirlep koşunu ümit kılmaz. Emsi bismillah başladık. Bana aldığımızda tuğan orun bolsa Salmanul Farisi raziyallahu anhu'niki Al-Fagir yak Musib namlı kuduqninki ismi. Bu kuduq Peygamber aleyhissalatu vesselam özü taharet ağan kuduqlarniki biri. Adır nayeti konu alıtı da sakınıp turvatıdı. Ve aleykümselam rahmetullah. Kef halek? Ziyara? Allah. Mana bu levhada agahlandırış yazıp koyaptı. Bu kutuqlarga tegishki bo'lmaydi degandek. Bu epsus bu nayda taşınıp qaptı. Belki bu texmi yanglishi mumkin. Va quduqniki ichi tarpi. Quduqning ichi tarpi avu. Bu yerda ichik-chigil qo'ymaydi ekan, cho'nquv ekan. Quduqniki aylanmasa taxminan 4-5 metr keldi ekan, cho'nquvlik qilib cho'nquvda qiladi. Belki maaş tömülü qalğan vaqtda yaqin zaman qadar muş quduqni ishlash kerak hamda. Hamda demak muş quduqniki atrofi muş maydonla, hatto muş oldimiz turgan mavu to'liq o'tir maktab, muş maktablarning hammasi muş Salmanul Farisi'ninki beg'ininki o'rni hamda joyi. Biz hozir Salman raziyallahu anhu'niki beqqa mangdoq, bu yerni ziyorat qilib chiqaylik. Xo'sh. Hamda Salman raziyallahu anhu qanday kishi degan vaqtida Salman raziyallahu anhu o'zi bugungi Ironniki Asbahan viloyatidan o'zi shu davrdagi shu cho'ng bir pomchik bir dehqonniki o'g'li, shu Asbahandagi cho'ng bir boyniki bir bagniki o'g'li. Ma'lum bir kuni dadasi bir ishqi buyurib o'zini etizaqqa burgan vaqtida shu yerga berib şu orliqda şu Nasaralarniki bir Hristiyanlarning bir chirkavga berib qoldi ekan bu kishi. Chirkavga borgandan keyin şu vaqtida hamda Hristiyan dini hozirgidek emas, jiq o'zgartirilgan emas. Shu vaqtida balki shu to'g'ri aqidada yashagan Nasaralar, Hristiyanlar bo'lishi mumkin ular. Bular bilan ko'rishish, paranglish orqali bularniki ibodati Salman raziyallahu anhuga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatib, bu dinniki merkezi nerede degan vaqtda bu dinning merkezi Şam diyarida degan. Keyin qaytib kelib Salman raziyallahu anhu dadasi bilan suhbat jarayonida kechikib qoldim-ku degan vaqtida dada men shu yerda bir ibodatxona bor ekan, shu yerga kirib men bir turib qoldim desa, "Voy balam, sen u din bilan gaplashma, u xatarlik din" degan vaqtida dada undaq emas. U din yaxshi dinkin degan vaqtida bu Salmanның dadasi qo'rqib ketib, bu talog'i chiqib qo'ymay putni bog'lab qo'ygan. Bog'lab qo'yib, Salman raziyallahu anhu ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bular xat avatib bu chirkovga, shu vaqtda ibodatxonaga meni shu Sham tarafga bir elib ketilgan bir karvonlar kelsa, meni elib kelsanglar bo'pti ekan deylik. Shuning bilan bu Sham diyoriga mang'an bir karvon bir köse bu çirkavga keldi-ke, kelgan vaqtida Salmanga odam avatib, Salman shu yerda bu bo'shinib, bu ishkalni yishib, qechib Shamga keldi-ke. Shamga kelgan vaqtida Shamdagi bir popninki qo'liga tushdi-ke. Popning qo'liga tushib, bu pop bir necha yil popning qo'lida turgan vaqtida bu Salman deydiki, bu pop nachar popkan deydi. Kishilardan kambag'allarga, çirkavga yordam ilib, o'zi yeb oldigan popkan deydi. O'lib qolgan vaqtida bu popning nacharligini deb, buning oltin ko'mab qo'yganligini deb, buning shu ko'mab qo'ygan oltinlarni men ko'rsatib qo'ydim deydi. Shuning bilan xalqlar bu popni ko'mgil unamay, buni chamikza qilib dedi o'ligini. Shuning bilan
Mana şu bağla. Ha şunun bilan ikkinchi bir popninki qiyshiq keldim dedi. Bu pop nayt yaxshi men shu haqiqatan ko'nglimdagidek odam ekan dedi. Bu kishi o'lib ketgan vaqtida bir mezgildan keyin meni kimga topshirsa desam bir Iroqdagi bir popninki ismini deb berdi. Shu orliqda hamda bu Salma roziyallohu anhuning hayoti Iroq bilan Sham diyorida o'tdi. Bir necha popninki orliqda 3-chi popning qiyshiq kelgan vaqtda bu odam sen haqiqatni izlamoqchi bo'lsang, mush Arab zaminda bir xo'mliq bir bog'yaba shu yerga kelsang oxir zamon payg'ambar chiqish vaqti kelib qoldi. Haqiqat shuning qishida deydi. Shuningdan shu jarayonda men bir necha kala, bir necha qo'y qilib ishlab topqandim deydi. Bu Bani Kelib, endi mush Arablardagi mush Bani Kelib jamoatini aytdi, mashhur jamoat. Bu qabila. Bular shu Shamga tijorat uchun beribgan deydi. Men bu qo'yqonlarimning hammini beray, meni shu Madinaga olib ketinglar desam ma'qul deb, meni mush Vodil Quraq kelgan vaqtimda meni bular setivetdi deydi. Qo'y mollarimni hamma tortib olib, meni hatto shu qul o'rnida setivetdi deydi. Bu Vodil Quraq degan hozir Madinaga 300 kilometr yiroqlikdagi Ula degan jot hozir nayt xom chiqadigan mashhur o'rinlarniki biri. Şunun bilan bu yerda bir mezgil ishlagandan keyin Madinalik Bani Qurayza Yahudilardan bir odam bu Vodil Quraq'a Ulaga beribdi. Berib mening xo'jayinimdan setib oldi deydi. Setib olib biz Madinaga kelgandan keyin mening shu vaqtdagi ustozim pop sifatlab bergan joyning o'zi ekan deydi. Shu Madinaga shunday chigandan keyin shu tog'liq, Uhud tog'lari, atrofdagi xo'mliq bog'lar sifatlab berganda mana shu xo'mlar, shu xo'mniki hozirgi izlar hamda. Shuningla bir necha yil shu Madinada ishlayotib, bir kun sen Quba atrofida, men mush xo'mliqniki atrofida bir xo'mni kesib olsam, xo'mning uchi chiqib. Mana xo'mning uchi menda egiz oldi qarindoshlar. Mana mushta bo'lsa bek egiz bu 6-7 metr keldi bundan egizligi. Mana ay to'piq chiqdi-da, mana ay to'piq chiqib, xo'mni chatab putaydigan gap. Men ay xo'mni chatab olsam, meniki xo'jayinimniki bir jiyani kelib Bani Qayliga, ya'ni shu vaqtdagi Hazraj va Avslar demakchi. Bularga Allohning la'nati bo'lsin. Makkadan kelgan bir kishini payg'ambar deb kutib oldi, bular Quboda degandan keyin men bu gapni anglab titrab ketib, tas qoldim, xo'mning egizlardan yiqib tushgan deydi-da. Shu yerdan yiqib tushgan tas qoldim. Mana xo'mning usti ko'rdingmi? Mana agar tushib qolsa xillam ig'ir qattiq tushdi mana. Shunlar pastga darhol tushib, nima deding desam, sening nima ishing bor deb tasdik bilan birini urdi xo'jayinim. Shuning bilan atsi yoki kech atrofida bir nechta tal o'zimdan yig'ib saqlab qo'ygan xo'mon boti payg'ambarimizniki qishig'i berib, "Ya Rasululloh, ma bir sadaqa etdi, yegan desam, Rasululloh o'zi yemay, buni sahobalarga berdi. Chunki Rasulullohga sadaqa halol emas." Bu birinchi dedi. Chunki bu pop, Shamdagi pop Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Rasulullah'niki 3 payg'ambarlik alomatini deb bergan. Birinchi sadaqa yemaydi, ikkinchi hadiya yeydi, uchinchi buniki shu dolusida, mursida payg'ambarlik alomati belgisi bor degan. Shuna bir necha kundan keyin yana bir do'stgan xom elib berib aztola. "Ya Rasululloh, mana hadiyati yeysizlar" desam, Rasululloh darhol yedi. Shuni bilan men ikkinchi dedim dedi. Shunga ma'lum vaqt o'tgandan keyin mana shu bog'niki büyük baraqsan hozircha saqlabdi. Mush bog'ni mana. Shuning bilan boshqa yana bir kuni kelib Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki bir janoza namozi ekan. Rasulullohning keyniga o'tib shunda yana marayma. Rasulullohning mening nima uchun maraydiganligimni his qilib oldi, bilib qoldi deydi. His qilib shunga bilan o'zing uchisida bir tonu ekan, shu tonni silvetdi. Qarsam payg'ambarlik belgisi julalib, nurlanib turgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'i berib, yig'lab quchoqlagandan keyin Salman qissangni, hikoyangni so'zlab bergin Mavloga dedi. Shuning bilan bu hikoyalarni, qissalarni so'zlab berdim. Ya'ni shu o'zing tortgan jafolari, zulmga uchrashlari, shu Asbahandan, Irondan tamush Arab zaminiga bir haqiqatli dinni izlab kelganligi qatorliq voqealarni so'zlab sahobalarga bir hikoyani aytib berdi. Demak, Salmanul Farisi Parislar ichidan asosan tunji qitim musulmon bo'lgan sahobalarniki biri. Shuning bilan men qo'limda. Shunga Badrga qatnashaman.
Uhud qatnışan bedem. Çünkü Yahudinin qo'lida bu kishi. Şoňla Xandak uruşuga yaqin bolgan vaqtida Peygamber Aleyhissalatu vesselam dediki, "Ey Salman, sen hocaýynyň bilen pütüşken birisini azat qılaylı," dedi. Şoňla hocaýynyň qyşygy kelip, "Meni bir azat qılıp etseň, ma'lum miqdarda saňa biz pul tölesäk" desek, bu dediki, bu emdi bu ýerdiki, bu nimenin bu Yahudininki maksidi pul emas. Bu şu Resulullah'ni ve muş kişilerini acizlaştırış muş arkalık. Onda olsa 300 tüp xomini tikpirse, şu xoma şu jilnis çokum meviriş gerek. Ondan başka 40 uqiya altın birse değil. 40 uqiya altın degen xili bir neç kilo altın boluşu mümkün. Onun miqdarını isimde çıkıp kaptı. Şimdi ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ahvalını desem boptu dedi. Şoňla sahabalar herket gelip birisi 30 tüp xoma, birisi 20 tüp xoma, birisi 10 tüp xoma. Hem kanç tal xoma küçü etse sahabalar. Bir tüpten, 2 tüpten, 3 tüpten, 4 tüpten xomalarını ekkeldi. Qaranglar qarindaşlar. Mana o vaqtki xomalar mana manda boldy ha. Mana mawy hazır xoma müşta kökleydi mana. Mana mawy xomaniki bir köçde, ma bir köçde. Mavi bir köçde. Müşta köçetden hem de sahabalar şu 5'ten 10'dan 20'den qılıp 300 xomni bu ýerde biz tayyak qıldyk diýdi. Tayyak qılgandan keyin Peygamber sallam xomni we özemlam tikime hiç qasan aytışmaň dep 300 xomni muş baqa ekkeldik. Mana muş baglar şu bagnyňki orunlary ha. Bu xomni digelse şu 100 ýyl, 200 ýyl, 300 ýyl çylyk mew berdi. Onu ýagy ýaňlandygan gap. Lekin bu bag şu xoma taryhdan bu ýan müşta bir kursa birini ýaňlap köçetni ýaňlaş arkalyk şu bagnyň izini saklap gylaglyk. Mana muş orunlar Peygamber Aleyhissalatu vesselam özüň mübarek goly bilen 300 xomini tikken. Bir Salmanyň kullygyny azat kılış üçin Resulullah özüň işlerini taşlap mana muş köçetlerini tikken mişäge kelip. Muş orunga. Allah ya Rab, bir insanyň erkinligini seteleş. Bu Resulullah bu dünýäge muş erkinlik hakyky bir hörlikni wujud çykyryş üçin kelgen bir peýgamber imam bilen birge. Mana Peygamber Aleyhissalatu vesselam muş orunga 300 xomini özü tikdi. Bu xomy şu tikkenden keyin hemmesi mevbädi. Endi bir xomini Ömer radhiyallahu anhu tikip goýapdy eken bazı riwayatlerde. Şu xoma mevbämepdi şu jilnese, qalan xomynyň hemmesi mevberipdi. Şunun bilen o xomini Peygamberimiz yol ötüp yani qaytyp birini tikken. Şoňla 300 xominiki hemmesi mevbädi şu jilnese. Bu bir möjüze. Bu xomi degen 3 ýyldan 5 ýylgaça mevberdigan näse bu. Her gün 1 ýyldan mevbämeydi. İnşallah bu xominiki sapaklary ama çiçekleri çıkan wagtda ýani bir qatam sizlerge näh meýdan kılymaz. Allah halis inşallah. Şunu bilen hem de 300 xomynyň iş bitdi. Hem de altını qanda qılymaz. Bir mezgil ötkenden keyin ma'lum bir uruşda azrak bir ganimet kelip bir tuxum derek bir altın ken deydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam qana Parisi qana dep sahabalarni sordu. Parisi qana degen wagtda Salman Farisini çakyryp geldi. Çakyryp kelip ma altyny apyryp, qarzyny tölep, kullygyňdan azat bolup al dedi. Şunun bilen ya Resulullah bu 40 uqiya degen bir yoğan bir altın bu tuxumdek altında bu qarzymny qanda töleýme desem, "Appa ya Salman, appa Allah senden ada kılı" dedi. Şunun bilen bunu ekilip hojaýynyň qyşyga berip jyňlygym bar desem, ay paçylap jyňladyk, eşip kaldı deydi 40 uqiyadan. Şunun bilen men kullykymdan azat bolgandym. Şunundan itibaren davamlyk Resulullah'nyň huzurunda, Resulullah'nyň hyzmatida, keçer gündüz aş Resulullah'nyň etrapyda, ay Mescid-i Nebiyde şu okuş bilen, Kur'an okuş bilen, ibadet kılış bilen, Resulullah'nyň buyruklarını icra kılış bilen, yani özüň hayatyny, özüň at anysydan, melidin, özüň beglikiden şu wagtda bu Paris imperiyasi degan dünyadaki en çoň imperiýallarynki biri de bugünkü günde mesela Amerika okşaş dünyanı soraýdygan çoň imperiýalynyňki biri hemde. İki imperiýa var şu wagtda birden bir. Biri Persiya imperiyasi Parisla. Yani birisi Rim imperiyasi. Mana bular şu dünýanyki, şu Otur Şerqyň vaziyeti iki kişiler hemde siyasi meýdanyga. Şu peýtlide.
Shuningdek biz Rasulullahning qishida bo'ldim deb shundaq deydi. Demak, mana mush o'rin Payg'ambar alayhisolatu vassalam o'z qo'li bilan ko'chatlarini tikkan Salmonul Farisi radhiyallohu anhuniki big'i. Qaranglar do'stlar, qarindoshlar, mana bu shot bilan chiqib, xo'min chataydi ekan. Mana qaylanglar. Bu xilalam egiz bu. Xilalam egiz. Ukam oyoq chiqib baqamsiz? Chiqing tepaga. Ha. Qancha metr keldi ko'rib boqamiz. Ha. Avaylab juma yiqib tushmang. Mana. Bo'ldi tushing hamda. Undan boshqa hamda Salman Farisi nurg'un urushlarda qatnashgan oxirda hamda Alloh taolo bir odamni tüvençilikten yuqoriga ko'tarsa hech kim buni to'sal bo'lmaydi. Salman shu qulluqni, kambag'allikni, shu zulmlarni, shu jafolarni tasqin bo'lsa-mu, oxiri Osman radhiyallohu anhuning davrida vafot bo'lgan. Hijriya 36-37-yillari. Bu adam oxirida Umar radhiyallohu anhuning davrlari shu xalifalar davrida Madainga podshoh bo'lgan. Madain degan nima desak, Madain degan shu vaqtdagi Yazdujir degan Paris imperiyasining cho'ng poytaxti, eng cho'ng poytaxti. Shu poytaxtni Salmonul Farisi vali bo'lgan. Alloh taolo shu qulluqdan qutqizib, ya'ni o'zining vataniga, ona vataniga olib o'zi shu Parislarniki necha ming yillik hokimiyat bo'lgan ya'ni valisi, ya'ni Salmonul Farisi bo'lgan. Allah aziz qilgan kishini hech kim xor qilolmaydi. Allah xor qilganni hech kim aziz qilolmaydi. Qarindoshlar, meni ko'proq o'rtoqlashib taqtib qo'yinglar. Alloh xolisa inshaalloh davomli qo'llashinglarga biz muhtoj har vaqt. Alloh xolisa texim biz yaxshi o'rinlarni naqmaydan qilishga tirishimiz. Ama tarihi izlarni naqmaydan coğrafilik o'rni bilan tarixni coğrafiyaga bog'lash orqali inshaalloh shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini, ish izlarini yoritishga tirishimiz. Mana Salman Farisi'ninki beg'ini asosini ziyorat qilib bo'ldik. Bunda bir o'yinlab chiqdaylik. Ama YouTube kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Mana YouTube'ga yollaymiz, yuklaymiz, Alloh xolisa. Bu qo'llashinglar biz uchun bir madad, biz uchun ilhom bo'lsa har vaqt. Assalomu alaykum. Salom, kayf halak? هذا مزرعة سلمان الفارسي كل هذا؟ ايوه هنا بالراي هذا. والله وين تمر أجوبة وين؟ اجوبه ما في. أجوبة ما في؟ كله. ما هو bak kırındaş balığıma ecvi koymuştum ki soğuk kolaylar mı ya? Bayatın ecvi turte ya da. Hayır ya. Ha. Neyle? Karındaşlar müşkül çeklik bana su toş kuzup müşahedin. Kovamın bağlarını müştah soğurdu bula. Bu yok. Gidemedim. Allah halisa bugün Cuma günü keç esirde Peygamberimizin sahih hadisi de Cuma günü esirden keyin dua icabetiga hadis var. Sahih hadis. Peygamberimiz herkes yalga aytmaydı. Sadıkul mesduq zat. İnşallah hemmimiz birlikte bir Allah'tan bir sorayla kıyametten Allah Subhanahu ve Teala bizim şu Salman Farisi gibi sahabeler bilen birge bir orunda kılsın Allah Subhanahu ve Teala. Allah hemimizin ki Yani çıktı ay koruma ayadı. kalbimizin iman nurunu acit etmişsin. Selam. İman üçün azaplanayotgan, zarlanayotgan şu qarindoshimizni Allah Subhanahu ve Teala her daim o'zing qalbidan şu avlodlarninki qalbidan iman nurini o'chirib yetmişsin.
kendi korumaya kaçır. Oy yok o. Ba. Yedim ya. Ba mana. Mana şu Salman Farisi'ninki beginin ecü xomisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma ecü xom to'g'riliq hadislar. Ama shunda 7 ta liga adamga bunda sehr ta'sir qilmaydi degan payg'ambarimiz. Hem qarindoshlik 7 ta sunaylar mana. Yemisanglim be. Ko'ranglar. Xo'sh. Ayıp qo'yaylik. Bol. Maqa assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hamsa taqtishimiz müşavirchi bo'ldi. Ash maktabdagi yerimmo Salman Farisininki asli bag'ninki o'rni. Faqat quduq o'ttirdi deydi. Hozir quduqdan tashlanib qolibdi-ku. Mana assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İntihan basmış.